Samarqandda Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Unda buyuk sarkardaning davlat boshqaruvi, adolatli soliq siyosati va kadrlar tanlashdagi yuksak tamoyillari e'tibor qaratildi. Adolat va haqiqat. Qariyb 7 asr oldin bu ikki so'z o'rtasidagi tafovutni teran anglagan holda o'zining qudratli saltanatini barpo etish uchun eng avvalo adolat tamoyiliga tayangan Amir Temur davlatchilik siyosati bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Bu yil shoh va sarkarda Amir Temur tavalludining 690 yilligi butun mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Aytish joiz, Temuriylar davridagi davlat boshqaruvi, adolatli soliq siyosati va kadrlar tanlash masalasidagi muhim tartib-qoidalar bugungacha olimlar tomonidan chuqur o'rganilib, tadqiq qilinmoqda. Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan Samarqandda tashkil etilgan Amir Temur va Temuriylar davrida soliq tizimi, Amir Temurning davlat boshqaruvida lavozimlarga munosib kishilarni tanlash siyosati mavzusidagi anjumanda sarkardaning tarixiy merosini chuqur o'rganish hamda uni zamonaviy islohotlar jarayoniga joriy etish maqsad qilingan. Dastlab tadbir ishtirokchilari Amir Temur maqbarasini ziyorat qilib, milliy tariximiz va boy madaniy merosimiz bilan yaqindan tanishdilar. Aktyorlar tomonidan sahnalashtirilgan tarixiy obrazlar namoyish etildi. Ushbu chiqishlar orqali buyuk shaxslar siymosi gavdalantirilib, ularning hayoti, faoliyati va tarixdagi o'rni keng yoritib berildi. Bu esa ishtirokchilarda katta taassurot qoldirib, tarixni yanada chuqurroq his etish imkoniyatini yaratdi. Anjumanda Amir Temurning iqtisodiy siyosati, Amir Temur buyuk Turon sultoni, milliy o'zlikni anglash va yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda Temur tuzuklarining o'rni va ahamiyati to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Amir Temur nega davlatni kuchayib ketdi? Chunki o'sha soliq siyosati, iqtisodiy siyosat mustahkam bo'lganligi, u siyosiy quvvati ham juda kuchli bo'lgan. Shuning uchun tarixchilar Ibn Arabshoh aytadi, Amir Temur butun dunyodan eng yaxshi mutaxassis, hunarmand olimlari Samarqandga olib keldi va ularga sharoit yaratib berdi dedi. Rosti, Temur davlatchiligi, diplomatiya, harbiy mahorat, bunyodkorlik salohiyati, ilm-fan, san'at va me'morchilikka oid qarashlari, har bir masalada uzoqni ko'zlab, eng muhimi el manfaatini o'ylab ish tutish kabi qarashlari bugungi avlod uchun ham qimmatli meros albatta. Amir Temur soliq siyosatiga ham yuksak davlatchilik nuqtai nazaridan yondashgan. Uning davrida soliq faqat xazinani to'ldirish vositasi sifatida emas, balki mamlakat iqtisodiy hayotini tartibga solish, obodonchilikni ta'minlash, raiyat manfaatlarini himoya qilish va davlat qudratini mustahkamlash omili sifatida qaralgan. Eng muhimi, soliq yig'ishda adolat, yer unumdorligi, to'lov qobiliyati va xalqning real ahvolini hisobga olish tamoyillari ustuvor bo'lgan. Samarqandda o'tayotgan mazkur ilmiy-amaliy konferensiya ana shu tarixiy merosni yana bir bor chuqur anglash, uning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish, ayniqsa yosh avlod qalbida milliy davlatchilik, tariximizga hurmat va iftixor tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi.